mana hammalarga tushunish oson bo'lishi uchun video tayyorlayapman. Qaranglar, mana shu havola orqali bosganinglarda Play Marketga o'tiladi. Agar uzun bank ilovasi yo'q bo'lsa, o'rnatasizlar buni. Ilovani yuklab bo'lgandan keyin o'sha pasportlaringlarni kiritasizlar. Ro'yxatdan o'tib bo'lganlardan keyin o'sha asosiy menyuda karta ochish, karta ulash degan joy chiqadi. Shuni bosib, virtual karta, Visa karta beradi 5 yillik. Shuni bepul olishinglar mumkin bo'ladi. Undan keyin to'liq olib bo'lganinglardan keyin xohlasanglar virtual karta, xohlasanglar o'sha debet, ya'ni bankomatlarda bemalol pul yutish uchun kartani o'zingizlarga berib kirsanglar bo'ladi. O'sha uzun bank filiallar bo'ladi, hamma joyda bor menimcha. O'sha joyga borib 3 kun, 2 kun ichida olib berishadi. O'sha yerdan olasizlar kartalarni, agar kerak bo'lsa. Bo'lmasa virtual karta boshqasilar ham bo'ladi. Undan keyin o'sha o'zini boti bor, yozib qo'ygan. Ekranda asosiy menyuga qarasanglar 40 ming so'mlik har bitta foydalanuvchi uchun degan reklama chiqib qolgan. Hozir o'sha reklamani kirasizlar, kirganinglardan keyin o'sha botini yozib qo'ygan. O'sha botiga Telegram orqali o'tib o'zingizlarga havola olasizlar. Havola beradi bu yerda. Va o'sha havolani do'stlaringizlarga, yaqinlaringizlarga, uzun ilovasini ochmagan yoki uzun karta olmagan insonlarga tarqatsanglar, ular har bir kirgan inson uchun sizlarga 40 ming so'mdan uzun bank o'zingizlarning hozirgi ochgan virtual Visa kartanglarga pul tushirib beradi. Adashmasam 10-yanvargacha tushirib beramiz deb o'sha aksiya mobaynida 10-yanvargacha tushirish bo'yicha yozib o'tilgan. Qandaydir savolingiz bo'lsa, bu bo'yicha bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.